Assalomu alaykum. Va Sizni alaykum men assalom. chaqirtirgandim. Bitta narsa so'rasam to'g'risini aytasizmi? Mayli, men yolg'ondan qo'rqaman. Hozirgi VIP taksilar kuzatuv kameralarini to'g'ridan-to'g'ri internetga ulab qo'yishgan. Agar sizda ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, boshqa taksi chaqirardim. Tez orada endi to'yim bo'lish kerak-da. Internetga chiqib ketishdan qo'rqaman. Qo'rqmang singlim. Internetga ulamaganman. O'tirishingiz mumkin. Xo'p. Qayerga ekan? Chinozga. Yo'l-yo'lakay bitta joyga to'xtaymiz-da, xo'pmi? Mayli. Xo'p. Qara, ko'zdan qochirma. Bu yaqin atrofda uylar ko'rinmaydi-ku. Qayerga ketayotganingizni bilasizmi o'zi? Siz yuravering. Men o'zim bilaman. O'zim aytaman to'xtating deb. Yaxshi. Mana shu kelayotgan yo'l chetiga to'xtating. Nega? Shu yerdami? Ha, shu yerda to'xtating degandan keyin to'xtating de. To'xtating. Xo'p, bo'ldi, xo'p. Mana to'xtatyapman-ku. To'xtating dedim. Shu yerda tushmoqchimisiz? Yordam beringlar. Yordam beringlar, kim bor? Tushmadim, singlim, nima Meni qilyapsiz? so'rashyapti, yordam beringlar, iltimos. Siz joydami nima Yordam qilyapsiz siz? beringlar, Kim iltimos. sizni zo'rlamoqchi? Kim bor, yordam beringlar. Iltimos, yordam beringlar. Tushunmadim. Kim bor, meni eshityapsizlarmi? Yordam beringlar. Bu yerda Meni tushunga. zo'rlashmoqchi. Tuppa-tuzuk shantajchi ekansiz-ku, ha? Qo'limni qo'yib yuborgan Tushunmadim. emas, Nimalar qilyapsiz? Yo'qqa tushing. Dedim, kim bor? Siz joyda